nima edi? Onlar anaqasi nima edi? Ikonkasi esimdan chiqib qoldi. Bo'lib turadi. Endi shunaqa videolarda bo'lib turadi. Aynan kamera bo'lib turgan payti gapiraman, odam esdan chiqadi. Ekstrenniy торможение yonib qolgan edi. Keyingi mashinamiz ham Song Plus BYD. Mana shu radar datchigi bo'ladi. Mana shu datchik zo'r datchik ekan, menga yoqdi lekin. Uchtalarni boqadigan datchik ekan bu lekin. Ekstrenniy торможение bilan adaptiv cruise control mana shu datchik boshqaradi. Hozir buni ham joyiga настройкасini qilib, bu bamperni yechib olganmiz. Kalibrovkasini chiqazamiz. Va qaranglar, katta bolalar o'yinchog'i bor ekan mana bu yerda. Turbina motor 1.5 и plus ikkita motori bor. Mana tabloda ko'rishingiz mumkin. Stolkновение ikonkasi yonib qolgan. Hozir buni kalibrovka jarayoni. Nima edi? Onlar anaqasi nima edi? Ikonkasi esimdan chiqib qoldi. Bo'lib turadi. Endi shunaqa videolarda bo'lib turadi. Aynan kamera bo'lib turgan payti gapiraman, odam esdan chiqadi. Ekstrenniy торможение yonib qolgan edi. Chunki oldida radar datchik turadi, bamperi tegdi. Ana o'shani gradusi ozgina o'zgarib qolsa ham xuddi shu narsa yuzaga keladi. Skanerimiz VDS. Oxirgi modeli aynan BYD'lar uchun. Mana shu BYD'larning любой ishini mana shu skaner bajarib beradi. Bizning BYD Jizzax servisimizga murojaat qilsanglar, inshaalloh ishlarni a'lo darajada bitkazib berishga harakat qilamiz. Mana shu avtosalonimiz. Yonida Euraziya Motors GM mashinalariga ham xizmat ko'rsatamiz. Mana shu ikkalovi. O'shani o'rtasidan tushib kelganinglarda o'ngga qarab BYD servis va Euraziya Motors. Mana shu o'ng tomondagi servis bizning servis. Ro'yobda chempion mashinasi ham kelibdi bugun. Bugungi 3-chi BYD mashinamiz bilan. Bugun kunimiz faqat BYD mashinalarini ko'rish bilan boshlandi. Servisimiz ochilgani uchun mashinaga kelish boshladi. Raqam qoldirib qo'yaman, murojaat qilaverasizlar. Salomat bo'linglar.